Assalamu alaikum, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күн. Бүгүн биз Кыргызстанга белгилүү гиласчы, багбан, практик агабыз менен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сиздин кылып аткан иштериңиз бул Кыргызстанга белгилүү бир жакшы бир баягы жыйынтыктардын бири болуп атат десек болот. Азыр сиздин багыңыздын алдында сиздин өзүңүздөн неме алайын деп турабыз. Кеңеш алайын деп турабыз. Таваккал ака, итальянский гилас бул эмнеси менен артыкчылыгы бар? Биздин гиластерде эмнеси менен бул артыкчылык болуп атат азыр? Bu birinci orunda Bekpolat, birinci orunda özünü ölçümdata. Bu en çok aligede, hazır Valovoylarda en çok problemi imine apilenede çaylaştır. Birinci orunda özünü ölçümdata, bu birinciden zor eken, ikinci orunda meyvası imine jalpıraktasıda bolat eken. Üstüde o'tgan qushlar ko'rmayt ekan da menda. Menda mana bog' imine problemli bog'da bu. Imine bu bog' problemli bog'. Bu yerda oldin juzum bo'lgan qushlarni 15 yil epga olganim yo'qda. Tokka qushlar napadeniya qilarida yetdi. Setkada urasama. Bu nimasi yaxshi ekan? Aslida ekan. Bizi o'z-o'zi mesni qushlar oncha jo'yt ekan. Nazar to'qib qo'yishda aslavnoy uchib ketayotgan haligi staya. Qushlar ko'rsa, gup tashlab 5 minutda jeb ketadi. O'shog'i bu imine jalpiroqda astida bo'lganligi menga o'ta yoqdi. Shu. Бул элдин бардыгы итальянский, эми итальяндын гиластын сорттору көп. Эмне үчүн бул сорту сиздер итальянский деп атап калдыңыздар? Bu o'zi sort, действительно итальянский sort. İtalyan seleksiyadan chiqqan sort, o'sha yerdan kelgan ko'chatlar bular. No, bu 3 xil sort kelgan, Svet Lawrence, Svet Ariana, Svet Gabriel deb kelingan. Aslida no xarakteristikasi birovniki ham bittasiga to'g'ri keladi. Buni pishgan mali biz işte olar 15 gün, 20 gün erta pishsa, xarakteristika bo'yicha Valovoyga solishtiramizda. 10 kun, 15 kun erta pishsa, bu sort imенно biz Valovoy bilan birga sotdi. Bu bir. Kalibri eng cho'ngi 31-32 gacha degan, bizda 37 mm gacha bo'ldi. 37 gacha bo'ldi. Kladanoshkasi ulardagi o'ta qisqa deyilgan. Bizniki ondan cho'ngroq. Kladanoshkasi uzunroq. Sveti bu yatta в некоторых случаях темныйroq цвет degan, bizniki 100% черный цвет. Qop-qora bo'ldi. O'shaning uchun xarakteristikasini почти to'g'ri keladi. O'shaning uchun biz hozir yo Svet Gabriel yo manda sort desam, odamlar o'sha bor sort ko'p-ku. O'shani olib ega turgan bo'lsa, o'shanda solishtirib ko'rsa, o'shanda chiqmasa, nima deydi? Men jog'anchi deb qo'ydim. O'shaning uchun men italyanskilar deb qo'ydim. Bu imini odamlar o'sha nimaga aytmaysin, u har biriga tushuntirgani vaqtim yo'q. O'sha uchun italyanskilar deb qo'ydim. Kim qanday tushunsa tushunarsin. Таваккал ака, биз чыгарган мөчөлөрдү сөзсүз түрдө базар алып да. Мунун базары кандай болот азыр? Biz mana былтыры bu yil bu imенно bu mevasi 2 yildan bo'ldi. Xolos, meva kirganiga былтыры sotdik, bu yil sotdik. Buni aslamda biz korobkalarda samolyotga sotdik. Samolyotda ketdi. Buni былтыры ham, bu yil ham kilosu 750 so'mga ketdi. 750 dan bo'ldi. 750. Buni biz internetda ko'p ham aytganimiz yo'q menda. Bu birazgisi ishenadi, birazgisi ishenmaydi. Bu 750 so'm cho'ngda. Bu Qirg'iziston tarixida 750 so'mdan hali gilos sotilayapti, birov. Hozir ham 410 so'm sotildi. Eng zo'ri. Bu imенно haligiga sotildi. Samolyotga. Endi mayli u может быть endi выборочный deylik. O'sha 300 so'mdan 250 so'mdan sotilsa ham, u narxda bo'ldi ham deylik masalan, zato gilos borda. Zo'r bo'ladi. Masalan, bultur har bitta daraxtidan средний 5 kilo 6 kilo olgan bo'lsa, bu 4-yil. Bu yil
10 kilodan 2 kilogacha qoladi. 12 kilogramm. No bu bardig'i emas, hani 12 kilo desa bardig daraxt deb odamlar josh olsa, masalan orasida 5-6 kiloligi ham bor. O'shanda. Tavakkal hozir ko'chat so'raganlar ko'p. Videomizni ko'rib o'tchat. Buyursa ko'chatni qachon tayyorlab berasiz? Yo'q, ko'chat rost aytsam hozir ulgutolmayapmiz. Chunki ko'chat o'zini qilish qiyinroq ekanda, menda biz ulgutolmayapmiz. O'sha возможность iloji boricha harakat qilyapmiz. Ko'ytgani o'sha uchun men именно даже maga odamlar ham chiqdi ko'chatchi. Shu momentda foydalanib qo'yaysinmi? Bardirga yo'q deyotasiz. Shuncha ko'chat turadi degandir ham bo'ldi endi. Hozir endi gilasdan turlar ko'p. 3 million oshib sort bor-da. Gilasni sorti ko'p. Endi qilamiz O'zbekiston, Jozon boshqa joylarda bor, ko'p qilamiz. Hozir bundan boshqadagi qanday sortlarni Qirg'izistonda o'stirsak bo'ladi? Qaysi sortlar sunchiqsamiz? Iloji boricha samaplaymi? Iloji boricha o'zini o'lchamda turgan. Endi to'g'ri, salqin joylarda, masalan, mana ko'lga bordik yaqinda, ko'lda balovoy ham вообще zo'r bo'lyapti. O'shanda ham balovoy eksa bo'ladi o'shalarga chandatuvchilarini qo'shib. Endi qara, bizda chandatkani, dragana желтый, biz skina qo'shib beryapmiz. Ko'lda men dragana yo skina aralashini ko'rdim. Napoleon. Обычный Napoleon, ну, может быть, bizdagi Napoleon bo'lsa kerak dedimi? Bu Napoleonda zakonni changlatyapti. O'sha Napoleondan, o'sha Volovoydan ko'ytib, boshqa salqin joylarga sunish bersak bo'ladi. Sizden praktik qatori so'rayman-da. Hozir Gilasning podvoylari 3-4 yil ishlatib turamiz. Aslida Qirg'izistondan shartma jarasha. Qaysi podvoylarni tiksek yaxshiroq bo'ladi? Именно klonovoy podvoylar bo'lsa, maksimum tur ham yaxshi. Maksimum tur ham yaxshi, Vusel ham yaxshi, Gizeli 6 ham yaxshi. Endi bizda oldindan vishnada qilinib kelingan vishna ham yaxshi. No, baribir klonga kelajakda klonovoy podvoyga o'tishimiz kerak. Kelajakda baribir o'tishimiz kerak. Kelajak klonda. Hozir ham qayta mana shu italyan sortlarga kelaylik. Bu podvoy qanday bo'lishi kerak? Mana sxema посадка. Tegu sxemasi qancha bo'lishi kerak? Короче, podvoy именно mana italyanskiy sort vishnada ham bo'lyapti. Vuselda ham bo'lyapti, Maxima 14 da ham bo'lyapti. Gizeli 6 da bo'lsa, Gizeli 6 da даже yaqinroq eksa bo'ladi. Men o'yimcha 4 ga 1,5 eksa ham bo'ladi. Gizeli 6 da. Vusel 2 da 10 sotiq, 20 sotiqlarga men 2,5 ga 4,5 sunish beryapman. No, уже cho'ng bolalarga, уже 30 sotiqdan cho'nglariga уже 5 ga 3. Strogo 5 ga 3. Потому что transport kirib esa qiynalib qoladi. O'shanda podvoyga qo'shimcha so'rov, ishlayotgan ko'p joylar sho'rlik. Quyosh 7 kun jo'g'ri 8, 9 kun bo'lgan joylar bor. O'sha tuzli joylarga yoki tashli joylarga qaysi podvoy yaxshiroq ketishi mumkin? Onu men eksperiment qilib ko'rganim yo'q. Onu в любом случае biz mandayda hamma narsaga ulgurmaymiz. Hozir iloji bo'lsa o'sha uchun shogirdlar ham kelsa qochib ketyapti. Bir qiziqqani yo'q-da manda. Bir takan savoram deganlarda, o'sha qiziqqanlar bo'lsa eksperiment. Sortlarda ham yana yaxshi sortlar bor. Eksperiment qilish kerak. Просто bitta odam ulguradi. Uni ko'pchilik qilish kerak. Podvoylarda ham ko'p. Например, men именно Vusel mana bor Vuselda bu yoqqa ekan, bu yoqda 1.20 da suv chiqadi. Bu yoqda suv chiqadi. Endi Kungayda bog'im bor 1 gektar. O yoqda hozir rost aytsam 1 oydan beri suv qo'yilaylik. Masalanda, o ham bir eksperiment qatorida. O'sha barlar mana o'lim desam, bitta suv qo'ysam yana zakorladamanda bu degani suvli mana 1.20 da ham normal o'syapti. O yoqda ham endi suv bilmayman, bo'ladi yo'qmi ko'raychi qanchada quriydi, qanchasi qurgaydi. Paka qurgagan yo'q. Tavakkal aka, sizni videolaringizda ko'rib o'tamiz. Kalibr bo'yicha da Gilasda ham so'zsiz kalibr maniga yaxshimiz.
Sizde 37'ge чейин скинаны көрсөтүп атасыз, бул 33 болуп атат да. Aha. Бул бакканда кандай секреттер бар? Именно, Элге ачык болсун да. именно boqish masalasida biz слишком boqmaymiz amandayda. Rostini aytsam, amofoz beramiz. Azot beramiz, ozroq beramiz, azotni boshida beramiz. Чтобы keyin laboratoriyadan chiqmasligi uchun boshida azot beriladi, amofoz beriladi. Keyin har обработкада listovoy podkorka beramiz. Shu. И Листовой подкормка кандай, эмне бересиз? MPK beramiz. MPK beresiz. MPK beramiz, gumatlardan beramiz. Haligiga tagiga humusam beramiz, ozroq beramiz. Qo'ydin go'ngi, je tovuqning qiyi. Tovuqnikini men hali solalekmi, hozir chiritib qo'ydim, ancha atak aslida qo'y, mol farqi yo'q. Go'ni chiritib ko'p solmaymiz, arava solmaymiz, jupqa solamiz. Jupqa beramiz. Shu, anda slishkim bermaymiz anda. Kuchli boqmaysizlar. Yo'q. Eldikinde. Bu birinchi haligisi. Ikkinchisi obreskaga, mana juda birinchi o'chir obreska. Odamda birasi obreska qo'ydi kerak. Stroga har yili yo'q deganda 20% obreska qilish kerak. Yo'q deganda 20% dan obreska qilish kerak. Bu degani bitta daraxtdan 20% olib tashlash kerak degan so'zda. Yo'q deganda o'shanda kalibr zo'r bo'ladi. Hozir bul italyanskiy sortda qaysi forma bilan salsa yaxshi bo'ladi endi? Qaysi formalarga yaxshi tushadi? Tak. KGB'ga ham tushadi. Men qilib ko'rganim yo'q. Просто meni barliq bog'im 1 litr. O'shaga menga 1 litr o'ng'oyga o'xshaydi. KGB'ga ham tushadi. Shu. Hozir ham qolgan nelerni baqtın içinde ulartaylı, Xudo qalasa, baqtın formasi, baqtın bağılışı, baqtın suvarışı boyunca da aytib ketseniz, onu baqtın içinde ulartaylı. Oldu. Qanday sug'orasizlar, qanday ichib berasiz? Biz birinchi yillari men kapelni sug'oradim. Kapelni qiluvdim. Bizda ariqda suv borda, ariqni pali filtrlarni qo'yib, filtrlar o'ta tezda tiqilganidan o'sha problema ko'payib ketdi. Keyin ko'payib просто filtrlarni o'g'il cho'ng pisochni filtr qilish kerak ekan. Pisochni. Bu mana bog'larga невыгодно. Agar 1 gektar yo 5 gektar bo'lsa, hamma bog'lar отдельно, ularga отдельно qilgani menga невыгодно bo'ldi. O'sha hozir именно 1,5 gektar bog'da qilyapman, o'sha yerda Xudo xolasa, o'sha современный qilib, kapelni qilib qilaman degan o'y bor. O'sha uchun bu yerda arichni palib, arichni palibni ham hozir qanday ariqni qo'shni через qo'shni ochib qo'yaylik, aytda nasos qo'yib qo'yaman. Shunday bossam, ariqlar hali qilgan suv keladi. Shu anda. Paxtan bilan tayyorlar. Yo'q. Tavakkal Hoji, bu ko'chatlarni Qirg'izistonning qaysi yerine tiksek bo'lchiday? Siz ko'rib keldingizmi ularni? Hozir Bekbolot, men o'yimcha bardir yerga tiksa bo'ladi. No, bu hozir meni lично o'yim, birinchi buni issiq yerlarga tikish kerak. Issiq yerlarga. Issiq yerlarga ertaroq chiqarib, qiymatroq sotish maqsadida. Ertaroq. Salqin yerlarga boshqa sortlar ham bor. Boshqa sortlarni ustida ham ishlayotamiz. Xudo xolasa ular ham bo'lib qoladi. 1-2 yilda jintig'i chiqib qoladi. 1-2 yilda jintig'i chiqib qoladi. Ularni ki men o'zimcha o'yladimki, hozir o'sha yangi, agar o'sha sortlar yaxshi chiqib qolsa, mana buni italyanskiy deyapmiz, uni bir o'zi mana masalan Grushada Zimniy Kirgizskiy degan bor. Imенно Qirg'izistonda otini qo'yib, bu o'shalarda qilishimiz kerak. Bu boshqa hali qilsan o'zingizda haligini degan o'y bor. O'shaning uchun buni nadanniy moment hozir issiq yerlarga eksak, masalan aytayapman, birazga yerlarda valovoy ham zo'r bo'lyapti. Skina zo'r bo'lyapti. Realtaga bir yoqlarda yaxshi bo'lyapti. O'shaning uchun именно shu sort ekanda bardiq yerga yopishib olmasdan, o'sha rayonlarda izuchat etib, ekib qilish kerak. Atak bo'ladi, bu bo'ladi. Просто bir joqda 15 kun erta bo'lsa, bir joqda bir oy kech bo'ladi. O'shanda poetapna ketadi. No, в любом случае har bitta rayonga tigib ko'rish kerak, eksperiment qatori bo'lsa-da. Может быть, boshqa sortlarga qaraganda o'zini zo'r ko'rsatishi mumkin. Mosh chatoq ko'rsatishi mumkin. O'shaning uchun только eksperiment. Eksperimentdagi только eksperiment.
жалбырактары дагы бул өзгөчөлүгү бар окшойт мында. Жалпырақтары hem qarayın, özüm anda buklanıp manda qara. Biraz körü kasal tushganmi deydi. Bu ko'chattori da ham shunday. Жалбырагында да. Bu жаңы chiqqandari onda emas. O'sha picha eskirganda o'sha ko'ryapsan, o'sha qishashni boshlab Shu. Hacı şulardan qancha kilogram tushib oldingiz endi sekret bo'lsa? Былтыры 5 kilo 6 kilo aldık. Srednyo. 3 kiloligi ham bor, 2 kiloligi ham bor, 8-10 kiloligi ham bor, o'rtacha. Bu yil где-то 10 kilodan 12 kilogacha. Урматтуу багбандар, сиздер менен мынакей практик Табакал Хажыдан маалыматтарды алып отабыз. Эгерде сиздерде кайсыл бир суроо кызыктырса берсеңиздер болот. Же болсо комментарийге жазыңыздар. Сөзсүз бул киши секреттерин ачат деп ойлойм. Ya sekret hem endi bu sekret kayakka o. Хорошо. Манеке, багбандын айтылуучу итальянский гиляс деген сорттардын арасында турабыз. Албетте жана айтып кетти, бул эмне үчүн ушинтип айтып атканын. Кудай кааласа быйыл күзөтүп келатабыз. Башка райондорго да буйрса эктивди көрөбүз, сурап көрөбүз. Жыйынтык кандай болуп атат, сиздер менен сөзсүз бөлүшүп турабыз. Алла разы болсун. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду, туугандар. Тынч аман болуңуздар. İşleringe ilgili. Çöntelerinde Allah baraka versin. Assalamu alaikum.